Hammaga salom, dugonajonlar, bugun sizlar bilan shunaqa ko'rinishda ishtahani ochvoradigan guruch palov tayyorlaymiz. Videoda ko'rib turgan masalliqlaringizni solib, sekin-sekin pishirishni boshlaymiz. Qozonga yog'ni solib, qizib turgan yog'ning ustidan go'shtimizni solib qizarguncha qovurib olamiz. Qovurilgan go'shtimiz ustiga sabzi, kartoshka solib qizarguncha qovuramiz. Kartoshka, sabzilarim ezilib ketmasligi uchun men ularni iri-iri somoncha shaklda to'g'radim. Piyozimizni ham solib shunaqa qizartirib qovurib olamiz. Orada boshqa idishga nonga yog' solib makaronlarimizni qizartirib olamiz. Qovurilayotgan masalliqlarimiz ustidan tomat solib yana qizarguncha qovurtirib olamiz. Qovurayotgan paytlaringizda juda pishirib eziltirib olmanglar, bo'lmasa pishgunicha ezilib, mazasi boshqacha bo'lib qoladi. Suvi chiqib yaxshi qovurilgandan keyin ustiga ziravorlarni solib, yana ozgina qovurib olamiz. Ketidan maydalangan ko'kat chesnokni solib shunaqa aralashtirib qovurib olamiz. Qozonimizga makaronlarimizni solib, shunaqa tavaga bir xil qilib ayratib olamiz. Ustidan suv solib, qaynab chiqqandan keyin qopqoqlarini yopib 5-10 minutga dimlab qo'yamiz qizlar. Dimlaguncha past olovda dimlaysizlar, qarabsizlarki, shunaqa mazali bo'lib pishib chiqadi, yoqimli ishtaha. Buni albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham juda ham yoqadi. Sog' bo'linglar.